Pul yo'qlargacha sabr qilib turinglar, akalar, men yerda intervyu bo'lyapti deb turib. Bugungi mehmonimiz Farg'onada uy-joy va Baraka Villas asoschisi Abdulaziz. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Yoshingiz nechida? 29 dan 3 yosh katta bo'lib 30 ga kiryapmiz. 30 ga kirdingiz. Birinchi nima ish qilib pul topgansiz? Birinchi bakilashga kardon yaqqanman, Kaminat bozor, Go'ravol bozorida chiqib o'shani to'plab sotganmiz. Shunaqa ham bo'lgan. Ha, yoshlikda. Birinchi blogerlik qilganmiz yoki maklerlik qilganmiz? Maklerlik, blogerlik aralashib chiqqan sirazi. 3 yil bo'lyapti-da. Instagramdan qancha daromad kelyapti? Daromad o'zi asli оборотda daromadda aytib bo'lmaydi, o'zi aslini olganda, lekin yaxshi. 30-40 million topsa bo'ladi, yaxshi ishlasa. Siz o'zingizni blogerman deb targ'ib qilasizmi yoki tadbirkorman deb targ'ib qilasizmi? 50 hali. Hali Hozir odam bo'laylik deb yuribmiz hali. Adashmasam ustachilik ham qilgansiz. Ha, malyarchilik. O'sha ustachilik qilib zo'rg'a qochib ketganmiz videogalardan. Tushunishdi emasda. Ustachilik qilayotganingizda mana shu kunlar keladi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Endi bu kunda Xudo biladi endi. Xudo bergan kasbda bu. Hech kim bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Nima deb o'ylaysiz? Sizni shu kunlarga yetishingizga qaysi jihatingiz sizga ko'proq yordam bergan? Bilmayman, lekin Xudo omad bergan. Harakat qilganman. Go'shtsiz ovqat yegan kunlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan. Qancha oldin taxminan? Ya u o'zim parhez qilib yeganman, tak yoshlikdan go'sht yegan. Shunaqa kunlar bo'lganmi Yo'q. o'zi? Bo'lmagan. Yaqin do'stlaringiz bormi? Bor, yaqin do'stlar bor. Nechta? Yaqin. Eng yaqin do'stlar bor endi, 3 ta 4 ta, pulgacha yaqin. Pulgacha. Ha. Puldan ag'iga iloji yo'q. Sherikchilik ishga qanaqa qaraysiz? Sherikchilik zo'r ish. Agar sheriklaringiz yaxshi bo'lsa, zo'r ish, baraka bo'ladi. Baraka Villasga pul tikkan odam nima topadi? Pul tikkan odam risksiz biznes topadi-da, shu olib sotamiz. Erkak kishi uchun eng yomoni nima? Eng yomoni erkak kishi uchun pulsiz qolib ketish ko'chada. Hayotdagi eng katta armoningiz? Eng katta armonim hayotdagi hojga jo'natishimiz kerak. Endi necha sharoit bor-u, unaqa yo'q hali, imkoniyat. Oiladagilarcha mazasi yaxshi bo'lib ketsa, Xudo xolasa boramiz. Xolasa. Do'stlik nima bilan o'lchanadi? Do'stlik sadoqat, endi aytganingizda bo'pti deb tursa, shu do'stlikda nima siz yo'q demaslik kerak. Pirada so'p ketgan o'z do'stlar ham ko'p. Ishi bitguncha hammasi ketdi shu bilan. Xo'p, bizni loyihamizni bitta yaxshi tomoni, mana shu videoni ko'rganlar pastda kommentariya qoldiradi. Kommentariyasi yoqqan odamga siz sovg'a berishingiz kerak. Qanaqa sovg'a bera olasiz? Kimga yoqish kerak kommentariya? Sizga yoqish kerak. $50 beraman. $50. Eshitdilaringlar? Shu videoni pastida kommentariya qoldiringlar, o'zlaringning fikrlaringni qoldiringlar. 3 kundan keyin, mana shu video chiqqandan keyin 3 kundan keyin biz tanlab olamiz, Abdulaziz bilan tanlab olamiz. Yoqqan odamga $50 sovg'a qilamiz. Obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Rahmat.